Ömrük sadası. Ömrük sadası. Qarşılamamız Abduqadir aka. Rahmat. Xoş buldum. İkraldagi ko'rmanlarga bir salom beryapsiz. Yaxshimisilar, ekran oldidagi aziz qarindoshlar. Bugun shu Ömrük sadasi programmasi orqali sizlar bilan didorlashganligimdan, ko'rishganligimdan intayin xo'sh bo'ldim. Rahmat Abduqadir aka. Meningcha, ekran oldida sizni yaxshi ko'radigan ko'rmanlar intayin ko'p. Sizga bo'lgan hurmati cho'nqur ko'rmanlarimiz intayin ko'p. Salomingizni anglab nayt xo'sh bo'ldi deb o'ylayman. Abduqadir akamningki mushu burungi o'qish tarixlarini, kichik vaqtidagi mushu hikoyalarni anglagan vaqtimda men nayt hayajonlandim. Nimishqa degan vaqtda 5 yosh vaqtingizni bola cho'lpon deb atalib ekansiz aka. Shu balliq vaqtlarni, oilalarni bir eslab chiqamdiq oldi bilan. Ko'rmanlarimiz bak qiziqdi bu ahvollargacha. Bo'ldi. Men bir shu quyuq bir san'at muhitida o'sib cho'ng bo'lgan. Mening dadam Yaril Aziz Aqsu viloyatlik Tarim Naqsul o'miginingki daramardisi edi. Demak, tunji ustoz oilada adang, Shundaq. Uningdiki mening cho'ng adammu Aqsu viloyatlik Tarim Naqsul o'migining muzikanti. G'ajak chaldi. Kichik vaqtimizdan tartibla hamda shu aqlim kelsam shu 5-6 yosh vaqtlarim uyda dadam bilan hadam davomliq degandek shu dadam dutdan qo'lga oldi, adam g'ajakni oldi, ishta qilib uyda to'xtamay naqsh muzikalar chalib uyda nag'm navolar qaynab turadi hamda. Kichik vaqtimizdan tartibla shu oilaning ta'sirida hamda shu naqsh muzikaga intayin herisman edim hamda. Qandaq bo'lib 5 yosh vaqtingizni bola cho'lpon deb ataldingiz? Naqsh aytish orqalimi yoki? Yo'q. Shu 84mi, 85-yili shu boshlang'ich maktabga kirishning oldi keyinda Aqsu viloyatlik Tarim Naqsul o'migi bir daramma tayyorlabdi ekan. Shuningga bir 5-6 yoshlik bolaninki bir rolni o'ynaydiganga bir bola lozim bo'lib qolib, shuning bilan meni tanlagan ham shu chaqda. Chunki dadam Aqsu viloyatlik san'at o'migida bo'lgandan keyin davomliq degandek meni billa shu o'makka billa olib borib, akilib degandek keyinda billa juratdim ham dadamning keyinda. Unda bo'lgandan keyin ham yosh u bu jihatda men shu rolga tushib qolib. Demak, sizning tunji qadamingiz aktyorlikdan boshlangandan, Shunda desam bo'ldi. Shunga shu chaqdagi shu rejissyorlar, daramliq rejissyorlik qilgan ustozlarimiz shu o'ynab baqsin deb shu bir kichik bolaning rolini menga bergan. U daramida hamda garchi dadam o'zimning o'z dadasi bo'lib chiqmasimi, lekin eng oxirida yana dadam saniga meni bil yutlab chiqibdi-chu. Mening dadam tugab ketib, keyin shu o'zimning dadasi saniga bil yutlab chiqib, yana tushib ashta qildi hamda. Demak shu boshlang'ich maktabning shu 1-yilga kirishning oldi keyinda ish qilib men mana desam boshlang'ich maktabning birinchi tuzuk o'qimagan men shu chaqildi-chu. Artist bo'libdan. Mush ta'til vaqtlari bo'lib qolib qolsa udul shu o'mak aktivite meni uchun shu daramga shu o'ynaydiganga, o'ynaydiganga. Bundan boshqa shu maktabga kirgandan keyinmi Munavvar Naqshchi, Balo Naqshchi qatorliq bir qator mukofotlarga, sharaflarga noil bo'lib ekansiz aka. Shundaq. Boshlang'ichning shu 1-sinfmi, 2-sinfga vaqtim hamda. Daramlarga chiqib yurdim. Uningdan keyin shu maktablarda o'tkazilgan hamda har qanday bir faoliyatlar bo'lsa men intayin aktiv qatnashatdim-chu. Hamda mening ovozim yaxshi kichik vaqtimdan tortib. Abay degandek shu dadam billa saniga billa yutlab chiqib tushib qiladi. Shu 5-6 yosh vaqtimda daramlardagi har murakkab shundoq 8-7lik naqshlarni o'qiydim men kichik vaqtimda. O'qib bersam shu chaqdagi dadamlar bilan birga ishlagan dadamning xizmatdoshlari, ustozlarimiz, akadlarimiz intayin maslik kelib, voy bu talant bor ekan bunda. Ovozi bek yaxshi ekan, u bunda deb ashtabek nim qilib ketadi. Boshlang'ich maktabninki shu 2-3 sinfga chiqqandan keyin, undan keyin men
Aksu'daki şu Ammaviy Medeniyet Sarayı'da terbiyelendim ben. Şu bir yılda terbiyelengen. Okup yürüptün ha? O bir çetin başlangıçta okup yürüp kışlık tatillerde, yazlık tatillerde. Nakşı terbiyelengen mi şu çağlarda yoki aşı rol eliş? Uçakta ben asaslığı şu yerde nakşı koydum. Ammaviy Medeniyet Sarayı'da için nakşı koydum. Onun da başka ançımıçı usul olsa usul oynaydım. Onun da başlangıç mektep taki başlangıçın bütün kadar sen şu başlangıç mektepten her kanda faaliyetler okuyup kalsa bir çetin nakşı koydum. Onun da leper oynaydım ben. Çıkıp mektepten her kanda faaliyetler olsa beni aldık iştirip koydu. El karşısında nakşı okuyatkan, birden kalsın leper oynayatkan. Aşındak faaliyet çantım. Şu vaxtlarda müzik çalışın bilemdiniz. Okutkan vaxtlarda. Ben ançımınca öyle bir duttavatı hem de. Duttani ançmış tırın işittim hem de. Yani dadınız tembirli kulağı aladı. Dadam Daramer soğan bile emin kılattı. Müzik abay dedim hem de. Müzikimi çaldı, usulumu oynaydı dadam. Yaş vakti usul çıkendikim. Öyle birden dutta çaldı. Birden gecek çaldı degende. Adam duttan alsa adam gecekni aldı. Bazı adam gecekni alsa men duttan aldım. Degende ançmış tırınıştıp koydum. Lekin tazdikdek emesti uçakta. Ama keyin barbara mükemmelleşip ana nakşılarda ögünüp haqiqiy kasbiy bilim algandan keyin muzikaga bo'lgan tushanchangizni qaytadan ochgan bo'lishi mumkin. Aka, Ömrük Sadası programımızda biz mana shunga o'xshash xalqimiz qiziqadigan ko'rmanlarimiz anglamoqchi bo'lgan hikoyalarni anglaymiz. Ham shunday naqshlaringizni huzurlanamiz. Yuqorida shu oilaning balliq vaqtlaridagi hikoyalarni anglab o'tdik. Tuttanni qo'lingizga bir olsangiz aka, naqshidan birini anglasak, qaldi parangdan andin deysa qanday bo'lar? Shunday qilamdi. Ashta qilaylik. Bo'ldi, bo'ldi. Qani unda bo'lsa. Ömrük Sadası. Ömrük Sadası. Oylandı ki üzmenin bir şehir vap oldu. Oylandı ki üzmenin bir şehir vap oldu. Sen yarımның dədide yürek bağırım kavap oldu yarıma. Sen yarımның dədide yürek bağırım kavap oldu yarıma. Oylandı ki üzmenni ilmekte ilip yeymene. Oylandı ki üzmenni ilmekte ilip yeymene. Könlümge azab eme üzem işlep tepip yeymen yarma. Könlümge azab eme üzem işlep tepip yeymen yarma. Ararga yolların bolsun ey, yanarga hem ring bolsun ey. Ararga yolların bolsun ey,
yanarga emring bolsun ey. Senindek nazının yarga menindek kollarım bolsun yarma. Senindek nazının yarga menindek kollarım bolsun yarma. Ömrük sadası. Ömrük sadası. Abdülkadir Yareli Efendi'nin icrasını anlasa nakşılar yana başkası buldu iken. Abdülkadir aka. Hem de bu şeyde çokum soraştı işlik boğan bir sual bacı. Belki nurgulagan görürmelerimiz sizinki desep okugan kesbinizni bilmesigi mümkün. Yani Abdülkadir aka usul kesbide okugan. Siz mi bilip olapsız da? Neymiş ki bu usulunu tanlap kalgandınız aka? Bu usul kesbide terbiyelenişini asli şu dadamның arzusu boyunca men şu usul kesbide okugançu. Bay dep ötkendiniz adam burun usul içken tok dep. Dadam şu kichik vaqtida ömekte eng dastlab şu usul içken oqum. Usul oynab, bir chatdan laparga chiqib degandek muzika içilib, keyin hamda ma yoshning cho'ng'ishiga, yoshning cho'ng'ishi bo'yicha ham shu daramlarda hamda rolga chiqib, keyingi san'at hayotini davomlashtirib ketgan. Ama siz kelgan vaqtda talabni qo'y deydigan usul degan sizlar. Şu vaqtlarda hamda shu Aqsu ömeklarda shu laparchi bir kam, ajda bir bo'shliq bor ekan tuqumchu. Balam sen usulda o'qisan bo'larmiki? Cho'nglar yanını jiraqni ko'rarjimi? Shu Aqsu ömekda shu hozir laparchi shu kamlab ketdi, bag'ansir yo'qolib ketdi. Bir bo'shliq. Aslida ovozing yaxshi bo'lgan ekan, bir chatdan shu usul kasbida bir o'rgansang, sistemni o'qisang, undan keyin shu lapar chiqib bir tarbiyalasan bo'lamdikesini deb shu dadamning orzusi bo'yicha shu men usulda o'qigan. Aqsu san'at maktabida usul kasbiga qabul qilindingiz. Aqsu viloyatlik Madina san'at maktabininki usul kasbida 2 yil usul kasbida o'qidim. Keyin 3-yilga chiqqan chaqda mening kasbimni dopga o'zgartib o'tgan maktabdan. Maktabni o'zgartib o'tganmi? Maktab. Sababi shu chaqda bizningki Aqsu viloyat san'at maktabininki dop o'qituvchisi kamchil bo'lish sababidan ularning maqsadi sizni ep qilishdan shu chaqda hamda maktab mudirimiz Abdurashid Imin akamiz mushtaq maktabda dop o'qituvchisi kamchil, seni biz nuqtaliq shu dopni tarbiyalab maktabga ep qilishni o'ylashdik. Shunga sen 3-yildan boshlab kasbingni to'xtasa, lekin milliy usul darsiga qatnashma. Uningdan boshqa butun darsim to'xtaydi. Dop o'rganasan 3-yilga chiqqan vaqtda. Deb hisobda shu 6 oydan 8 oygacha men dop o'rgandim. Shu vaqtda meniki o'qituvchim Asad muallim deb bir dop o'qituvchisi bor edi. Shu muallim tutib bergan meni. Shu muallimdan 6 oymi 8 oyga yaqin men dars olgan. Demek Abdülkadir aka 5-6 yaş vaqtlaringizda siz tunji qadamni aktyorlikdan olib ekansiz. Undan keyin naqshlarni aytib, rollarni elib deganda keyin usul kasbini mana boshlabsiz. Undan keyin maktabning talabi bilan dopni o'rganibsiz. Shundoq. Albatta o'qishlar yana to'xtab qolmay, davomli turda Urumchida yana o'zingizniki muqam o'rinlash kasbini boshladingiz. Shu oliy maktabdagi o'qish vaqtingiz bilan bir tanishib chiqaylik aka. Muqam o'rinlash kasbini hamda tanlashimdagi sabab 1996 yili şu Aqsu viloyatlik Madina san'at maktabida şu 3-yildagi vaqtim meniki. Biz bir 3-yillikniki o'quvchilari o'qish bitirish bir doklad o'yin tayyorlagan. Shu doklad o'yinda hamda men naqsh o'qiydim, lapar o'ynaydim. Ondan keyin muzikatlarga dop tankash qilib birdim. Emin qildim ham shu kechlikda. Bu kechlikni shu chaqda shu Xinjiang san'at sho'yandagi o'qituvchilar, undan keyin bu Xinjiang muqam ansambldagi ustozlar, rahbarlar bo'lib bir 6-7 dak odamlar ustozlarimiz
Şu keçilikni Көріп kөгіл болдың, беріп а? diken. Ha. Şu keçilikni көріп, şunlar bulanın küzü maң түсі buludu. Şu çağda meningden başka yana bir neçe savaqdaşlarım batdı. Ular naqş kəsbide okugan. Atikem dep, onun Qasımcan, bir neçe savaqdaşlarım batdı. Şu üç aylarını şu çağda bir imtihan qatnışpaqsın dep, şu ustazlarımız mektepning müdiri Abdurşikam şunlar bir gün yig'in içip, "Ma üçünglar imtihan qatnışadigan bo'ldinglar, berip bir imtihan qatnışıp beqinglar" dedi. Ma'qul dep şunlar imtihan qatnaşdım. Qatnaşsam şunlar ötepdim ha. Şunda qilib men sene şu yenge 1996-yılı tunji qararlıq muqam sınıfına 3 yıl muqam urunlaş kəsbide okudum. Şundaq болған чагда оқушын tamamlagandan keyinla Şinjan Muqam Ansamblı xizmatga tushdingiz. Şundaq 3 yıl okup şu 2000-yılı 10 ayda muqam ansamblıga xizmatga tushdim. Demak, asli öydigilarning maqsadi sizni shu usul kasbida o'qib, taraqqiy qilib kelgandan keyin Aqsu san'at o'makda naparchi bo'lib qolsa, mush kasbning neni yap qolsa deb o'ylabdi ekan. Asli maqsad shunda asli arzu shunda keyin dada apa men o'qay deb nim qilgandagi shunlar bo'pti unda bo'lsa Cho'ng sakrab ilgirlash bo'pti bu yerda. Sen o'qiydigan bo'lsa biz qo'llaymiz. Aslında ovozing yaxshi bo'lgandan keyin bo'pti. Shundaq bir oliy bilim yurtida o'qib bilim ol. Bo'pti biz sizni qo'llaymiz deb dadam apam shu chaqda qo'llab evetken. Demak, oiladagilarning mana shu yuqori talablari ham shundaqla keyingi sizga bo'lgan go'zal orzular bilan o'zingizning tirishchanligi bilan mana shu topda hammamiz faxrlanadigan Şinjan Muqam ansamblida xizmat qilyapsiz aka. Undan boshqa mening bilishimcha yana xizmat qilish davomida bir qancha yillik xizmat tajribasini to'plab bo'lgandan keyin Shanxayga berib o'qigan, bilim oshirgan sizning jarayonlaringiz bor. Balkim bu yerda bunday xushallanarli bir ahvollar, hikoyalar yuz bergan bo'lishi mumkin. 2010-yılı şu partiya hükümetininki ixtisaslık şu kasb egelerini noktalıq terbileş boyunca ben Şanxay'da bir yıl bilim aşırdım. Şu avaz ilmini öğreniş yani şu milli uslupta nakş etiş boyunca bir yıl terbilendim. Dastlabda şu Şanxay müzik şöyengi bağlan çağda u yerdeki şu Şanxay müzik şöyenninki rəhbərləri, o'qituvchi ustozlarimiz bizga alaydı ko'ngil bilib bizningki yataqlarimizni bo'lsin mayli shu mashq qildigan zallarimiz bo'lsin bizga nihoyat ko'ngil bilib har jihatdan sharoitlarimizni yaxshilab biz uchun nihoyat yaxshi bir o'qish kursini hozirlab berdi. Biz shu chaqda intayin xursand bo'ldik hamda her birimizni birden o'qituvchiga ba'zilarimizni ikkidan ba'zilarimizni birdan ashta qilib o'qituvchilarga bilib ayrim o'qituvchilarga bilib berdi. Menga ders bergan o'qituvchi bo'lsam deb shu Mingjin Huy deymiz. Lekin qisqartib biz minglavshi deb ataydik. Shanxayda hamda dastlabda şu 3 saatlik ders hamda men intayin bir ta'sir qilganimdi. 2 saatning ichida şu o'qituvchim menga şu ovoz ilmining nimligini uningdagi ovoz chiqarishning şu qoida qonuniyatlarini, texnikalarini nazariya jihatdan so'zlash bilan birga amaliyotni birlashtirib turib 2 saatning ichida so'zlab kallamızga kuşup koydu. Ben şu ilgiri his kılanmagan nurgun taraflarımını şu 2 saatinin içinde bek hal üzerindeki nurgun kemçiliklerini şu 2 saatin içinde tunup yettim hem de şu. Onu Şanxay'a beriştim burun mu hem de idaramızda ustazlarımızdan Dilşat Raydın, çok Muhammed Tursun akımız ustazlarımız hem de bizge ders bergen. Ulan bizge çok acırsın diyorken. Keyin mu Şanxay'a bağlandıkken bulup mu şu avaz çıkarış teknikasını
Şu ustozlarimizningki yetakchiligida intayin yaxshi o'rgandim. Shanxay Muzik Sho'yanining o'qituvchilari o'quvchilarni hargiz bo'sh qo'ymaydi ekan. Mas'uliyat, talab bek yuqori Ulardagi bir talab hamda mas'uliyatchanlik Ha, ha, hamda ha. menga bek ta'sir qildi. Bunda deyishimda men bir necha qatam darsga kechikib qoldim-ku. Lekin o'zim Kapsiz vaqtlaringiz bor ekan to'xta. ilqi atingizni vaqtida Turqolanmay. qoplanmay shu aldıravatman darsga shunchaki aldıravatman. Hey kechikib qolsam bo'ldim darsga deb yuz ko'zlarimni chalpib yuvib chash boshlarimni tarashqim degan vaqt o'rganmay. Oshunda yugurib taksida to'sib meni olsam o'qituvchim tilib uribdi bir kuni. Sen nada dars kilalamsa kilamamsa vaqting yetmasa ya tushnikini o'tib beraymi ya atatganlik o'tib beraymi deb oshda deb ilqi bir xil odamni bir xil ilqi qildirib ekanchu hamda ilqi o'g'inish qizg'inlik sal susroq odamnimi note chiroyli gap bilan odamni shu qizg'inligini ko'tarib ekan. To'g'ri. Dastlabda shu o'qituvchilarimiz bağa vaqtda sizlarning shu vaqtinglar bak qisqa 1 yil degan 1 yil vaqt bo'lgan bilan lekin birdamda o'tib ketdi. 6-7 oyda tugaydi bu o'qish. Shunga shu vaqtni ching tutsanglar, men maslashib bersanglar, menmi qo'sqimdagi bildiganlarimni sizlarga jiqroq o'rgatsam deb o'qituvchilarimiz shunchalik hamda mehribonlik bilan xuddi shu o'zining balasiga ders o'tgandek ashundaq kuyinib ashundaq mas'uliyatchanlik bilan ders o'tdi. Shanxaydagi vaqtlarimni hozirmi eslayman menchu. Güzel bir xotiradan. Har bir eslasam bir xil qalbim bir xil hayajonga to'ladi. Hozir qadar shu o'qituvchilarning simasi ko'z oldimda ketmaydi. Undan boshqa aka, shu ustozlarningki, o'qituvchilarningki bizning az sonliq millatlarningki san'atiga bo'lgan hurmati, mushu san'atga bo'lgan qiziqish ham shundaqla mas'uliyat kuchi bizni haqiqatan ta'sirlantirmay qolmaydi. Shundoq. Shundaqmi? Shu vaqtlardagi afzal sharoitlar, ana boy deb o'tdingiz o'qituvchilarningki nihoyatda kuchli talablari bilan bir yil ichida az bo'lmagan bilimlarni egallab qaytib kelibsiz. Shu vaqtning o'zida balkim sizni shu o'qishga avatgan idoraga, shu maktablardagi o'qituvchilarga, jumladan mana shu afzal sharoitlarni sizga ega qilgan partiya hukumatimizga cho'nqur minnatdorlik his tuyg'ungiz qaynab turayotgan bo'lishi mumkin. Shundoq. Dastlabda shu idoradan shu meni o'qib asini bekitdiq, o'qib kelgan bo'lding degan vaqtda men sal ishkilinib qolgandim-chu. Bu maaşım azdı. Bu 3000 koy maaş bilan u yerda qanda bu kunimni kuni tama. Siz badirab o'yildingizda. Shuni bilan o bizniki shu chaqdagi o'mak boshlig'imiz o'qib kel. Bu sen uchun bir yaxshi bir fursat bu. Nurg'un odamlar va hatto pul to'labmi shunchalik bir o'qish fursatiga erishamaydi. Uning ustiga Shanxay Muzik Sho'yaniga kirmak bektas. Shanxay Muzik Sho'yanining o'lchimi bak yuqur ekanchu. Keyin ayak bağandı keyin unukin deb o'zim haqiqatan xush bo'ldim. Hozir o'ylasam navod men shu chaqda Shanxay Muzik Sho'yaniga bormagan bo'lsam ömürlük bir pushaymonlik qilar ekanman deb o'yladim. Yili ham qalbimda shunda bir minnatdorlik bir tuyg'usi bor. Minnatdorlik bir hissiyotim bor. Shu chaqda partiya hukumat bizga shunchalik fursatlarni berib o'qish fursati hozirlab bermagan bo'lsa, men hozirgidek kasbiy jihatda jiq taraqqiyotlarga erishamaydim-chu. Albatta. Nurg'un kasbdoshlarimiz menga dedi hamda. Qadijon siz shu Shanxay Muzik Sho'yaniga berib kelgandan keyin sizda o'zgarish bak cho'ng. Balkim shu vaqt o'zingiz his qilmagan bo'lishingiz mumkin. Shundoq. Shundami? Sizda o'zgarish bak zo'r. Ovozingizmi shundoq taraqqiy qilibdi. Ovoz chiqarish texnikangizni bak ovoz chiqarish texnikasini yaxshi egallabsiz deb hatto shu o'mak rahbarlarimi shu chaqda qaytib kelgandan keyin doklad qildim. Senler naqsh o'qigandan keyin o'mak rahbarlarimi shunda xush bo'ldi. Meni aşağı avatgindin biz to'g'ri qilibdik deb xush bo'ldi. Natija chiqdi-da. Xo'sh aka, unda bo'lsa navbatda ana shu
Şanxaylarda ögünüp kelgen şu bilimleriniz bilen hem şundaqla belki şu yerga borgandan keyin sizdimi til ögünüşkə nisbətən nurgun yükselişler bolgan bolushi mumkin. Növbətdə dövlət tilidagi naqşыңızın birini anglaymiz albatta. Mana bu yıl biz partiya qurulganlığının 100 yılını təbriklash iftixarlanish tuyg'usi turibdimiz. Bugun shu naqşыңızın birini anglasak balkim ekran oldidagi ko'rmanlarimizga texim bir xushallik his tuyg'u bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Bo'ldi. Vatan sen mening suyumlik onam degan naqshni taqdim etsam. Qani, sahna sizda qoldi aka. Ömrük sadası. Ömrük sadası. Ömrük sadası. Ömrük sadası. Rahmet aka, hoş bulduk. Daşlarınızın huzuruna atımız. Abdülkadir aka şu idareye hizmetke düşkəndən ki, mana hazırgıca izchil özünüzün yaqınlıq avazlarınız bilan xalq naqşlarımızı, muqamlarımızı, hem şundaqla ijadi naqşlarını xalqımızga sunup kelyapsınız. Bir qancha plastinkalarni mı xalqımızın huzuruna sunup keldiniz. Endi bu şey soraydigan bir savolim bor. Yani siz 5 yaşga kirgan vaqtlarda şu aktyorlikning tunji qadamini olib ekansiz degan aytdim-ku. İşleş jarayonida da rollarga chiqib baqdingiz aka. Bir qism dramalardan yaxshi aktyorlik talantingizni namoyon qildingiz. Bu rolning ehtiyojimi yoki shu kichik vaqtingizdagi bir muhabbat, yaxshi ko'rish bor bo'lg'ach qancha rol tanishib baqdingizmi? 2015-yili bizning idora tayyorlagan cho'ng tipdagi muzikalik teatr muqam mislari shu asarda rol taqsim qilindi. Bu rol hamda men taqsim bo'lgan bu rol hamda
18 yaş, bir 20 yaş atrofidagi bir yosh dehqonniki, ya'ni shu muqomni yaxshi ko'radigan, muqomni aytaoladigan bir yosh yigitning obrazi hamda bu. Dastlabda shu rol menga taqsim bo'lgan vaqtda ikkilanish bo'ldi hamda. Chunki hamda uzundan bir rol bakmadınız. Xizmatchi qili 15 yil bo'pti shu vaqtda. Hamda ya qo'limizni ko'tarib bakmagan sende, ya bir beo'yan qilib bakmagan. Naqsh aytiblamda. Naqsh o'qibla. Da bo'lgandan keyin shu rolni hamda azroq ansirashlar bo'ldi. Lekin bir yani bir tarafdan lekin xo'sh bo'ldim. Shu rolni menga taqsim qilgandan xo'sh bo'ldim. Chunki ömek rahbarlarının çokum shu rolning ötesidan chiqa oladi. İşengenligidan. Men usulda o'qigan bo'lgandan keyin cho'qim qila oladi deb shu rolni taqsim qilganligidan men intayin xo'sh bo'ldim. Yani bir tarafdan hamda azroq ikkilanish bo'ldi. Dastlabda shu rapt vaqtimizda hamda biz odatda shu usulchilar bilan birga rapt qilamiz hamda. Bir chatdan atginsi bir soat bir langun qilamiz, mashq qilamiz, qo'llarimizni besib. Burunqi usulchilik vaqtim qaytgandek bir xil hissiyat bo'ldim men shu vaqt. Menimcha bo'lgan chaqda boshqa naqshchi yoki bo'lmasa aktyorlar qarag'an chaqda sizga uncha bek tasgab ketmamikin deb o'ylayman. Chunki o'qigan kasbingiz usul emasmi? Shunda bo'ldi. Damalqa men rolga kirish uchun to'g'ri. Endi meningda bir xil tatindim-chu. Usulchilar bilan usulchilarning zaldida hamda mashq qilamiz-chu biz. Shu resorlar anda qiling deb shu rolniki shu obrazga kirsang bo'ldi, anda qilsang bo'ldi, manda qilsang bo'ldi deb o'gitdi. Qilma ish qilib bir ichga kiramadim dastlabda-chu. Bir xil tatinish bor. Shuni bilan oxiri shu qulupning ichiga kirgandan keyin bizning idoraning teatrda shu yerda o'yindik, teatrxonada. Shuning ichiga kirib, sani kiyim bilan chiroq bilan birlashtirib shu saniga chiqqandan keyin anandan keyin kirdim shu obrazning ichiga. Endi bo'ldi. Endi sen shu obrazning ichiga kirding. Deb undan keyin resorlar shu vaqtda xo'sh bo'ldi. Demak, shu ishonchni yerda qo'ymadingiz-da. Ish qilib endi jiq tirishdik. Ne bir 5-6 oydak bir chatdan shu Abay degandek usulchilarning raptisi alda bir chatdan mashq qilamiz, mashq qilib bir chatdan ustiga chiqib muzika orkestri bilan naqshimizni mashq qilamiz. Naqshimizni mashq qilib shu sen o'qiydigan naqshlarni. Andan keyin o'tirib usul o'ynaydigan ishimmi bor buning ichida. Keptiliq san'atkor. Shuning bilan ashta qilib bu rolni hamda shu chaqdagi resorlarniki talabni yuqori qo'yishi bilan o'zim yaxshi muvaffaqiyatli o'ynab chiqdim deb qarayman. Uningdan boshqa 2019-yili opera ömek tarafidan ikkinchi qatim ya hisobda 3-qatimga 3-qatim o'ynalgan shu Mustaqkaga Miyman nomli shu asarda men Yiben Benjang yani birinci atrat başlığı Taş Muhammed'nin obrazını yarattım ben bir harbinin obrazını. Onun da mı yine bir taraftan nakşı eğitip durup rol aldığan bunun başında. Hem de bu iki obraz iki xil hamda. Muqam estirdiki, endi bu bir yosh yigitning muqamini yaxshi ko'rgan, muqamni ayta oladigan, naytdi sandi qizg'in, shu nimasidan bir xil muqamga bo'lgan ishtiyoq bu chiqib turadigan, endi qizg'inlik chiqib turadigan, urg'ib turadigan bir yosh yigitning obrazi endi. Endi bu Mustaqkaga Miyman bo'lsa, bu bir
birinci etrat başlığı Yiben Bencan. Bunu köygelli bildi hamdı bu kinonu köygelli bildi. Hem obrazla isimiz var. Kahramanlıkki obrazı. Dəstəpdə müşünü oynağa vaxtda bu roluna heç kim kiremedim ben. Bu harbinin obrazı olğandı ekan. Qattiq jangovar, coşqun. Keskinlikni sahnede. Miniş, turuş, köz işaretten tatip, emmisine ait bir keskinlik çıkıp durgan bir obraz ekan da bu. Sahnede dəstəpli çıksam 2-3 gün geçe şu çağdaki hem de rejissor Dilxumar Hamut sınglimiz rejissörlük qilgan bunu. Aka bek yuvaş olup kaldı. Bek yuvaş çıkıp kaldı. Ben hazır göz aldım keltiremedim hiç. Bu harbinin obrazı bu sel keskin bir müştabi obraz değil mi o? Men iş turuştun tat müştabi bir nesi çıksılıp de sizde bir xil keskinlik çıksılıp de dep bırakır talepini dep nim qildi. Bunu qanday məşq qıldınız adaki şu keskinlikni chiqarish uchun? Bu bir chetdan biz kunduzi artistlar bilan zalda məşq qilamiz. Kechda Dilxumar singlimiz rejissor ep qilib bizga aktyorlik, to'g'riliq bizga kunda dars o'tidi. Bizni qanday qilib sanda o'zimizni qo'yib o'tishni, mush obrazning ichiga qanday kirish to'g'riliq. Kunda kechda degidek boshqalar hammamiz dam olsa, biz şu çağda bir 4-5 gündek uyumuzga qaytmay, şu opera emekning zalidan chiqmay, kechda tamoqni shu yapla kirib turishni bilan o'zimizning mashqimizni qilib, ashta qilib 4-5 gün, 5-6 gündeki yılla içildiribətdi bizni. Dilxumar singlimiz. Demek aldadaki rolda usulçunun rolu bolğanlıq üçün qattiq usulçularla məşq qıldınız. Keyinki rol bolsa bir hərbinin keskin rol bolğanlıq üçün məxsus aktyorluqdan qaytadan bilim elib bu rolunu mu bayıq etkizib uruldunuz deganlik. Əmdi mən oylab qaldım Abduqadir aka, sizga qandaqlı bir rol kelişidən qat'i nazar bemalol urulun dialogu deysiz. Çünki nəhayət zor fərqi var rollarını ep qıpsız emas. Bunun da gap yo'q ki. Ondan başqa aka nurg'unlagan ijodiy naqshlarni xalqimizning huzuriga sunib kelyapsiz. Xalq naqshlaringizni angladik. Baydan beri dotlar bilan aytilgan naqshlarni angladik. Davlat tilidagi iftixorlik tuyg'usiga cho'mdiradigan naqshlaringizni angladik. Endi tövəndə ijodiy naqshlarınızın birini anglaylik. Buldu. Muş program üçün yeni naqshdan birini ep geldim ben. Yeni naqsha. O'qishtalmadim. Temizdiki naqshamni көрерменlerinin huzuriga sunsam. Buldu. Qanunda bo'lsa sahna sizda aka. Marhamat. Ömrük sadası. Ömrük sadası. Əkslər var senin de canan, Başqa birge oxşitalmadım. Sen kalbimge uğrunap sevmekke, Başqa birge oxşitalmadım. Sen kalbimge uğrunap sevmekke, Başqa birge hoştalmadım. Belki otlu gözümün sekri, yüreğimge yapan bu gülhan. Belki tatlı gülüşlerimin huzuriga döngen bu can.
Seni taşlap kessen buyra Gönlüm sendin bolmidi yira Gönlüm sendin bolmidi yira Gönlüm sendin bolmidi yira Unutamadım kışlarımı Seni eslep çekimen pırak Unutamadım kışlarımı Seni eslep çekimen pırak Seni eslep çekimen pırak Ömrük sadası. Ömrük sadası. Abdulkadir aka, qimmatli vaqtingizni ajratib programmamizga qadam tashrif qilganingizga nihoyat xush bo'ldik. Naqshlaringizni angladik, mungdashdik, sirdashdik. Hozirga o'xshash yaxshi bo'lgan natijalarni qo'lga keltirib, xalqimizning huzuriga yangi naqshlarni, go'zal kuylarni sunish jarayonida yana sizdimi texmi go'zal bo'lgan orzular, planlar shakllangan bo'lishi mumkin. Anglasak bo'lamdi. Qanday orzularingiz bor? Arzuyum hakikaten ko'p hamda. Şu bizdinki şu kasbliklar bo'lsin, naqshlarimizni yaxshi ko'radigan ixlosmandlarimiz, şu do'stlarimiz, qarindoshlarimiz davomliq deb kelyotdi menga. Bir kechilik qilsangiz bo'ladi. Men shuni demoqchidim. Bu kechilik qilaman debla endi qilvag'il bo'lmaydi ekan-ku. Onun üstü sizden yıllık özünüzü koygan talebiniz mi nayet yukarı ekan-ku. Bu kişilik çok mükemmel buluş gerek. Şundaq. Şundaq mı? Endi biz endi bu hökumatning xodim bo'lgan ekan. To'g'ri. İdarada mush xizmatlar bek aldirash. Yüksek vazifeler bor. Xizmatlar bek aldirash. To'g'ri. Ko'pincha vaqtlarda o'zimizning shu ishini qilganga vaqtimiz yetmaydi ekan endi. Qilimiz deymiz-yu, lekin vaqt chiqarib olmay ekanmiz aldirashchilikda. Shunga mumkin bo'lsa, mush yilning ichida kelar yilgacha cho'qim bir kechilik qilish uyum bor endi. Qilaylik aka, endi vaqtingizni chiqaring. Bo'ldi sharoitimizni chiqaraylik. Ömrük sadası sıpsa arkalık keçiliginizi görünmelerini huzurga sunaylı. Rahmet. Siz için hizmetli aka. Ben tayyor. Onda biz kiliştik. Özüm yaxshi ko'radigan, ham shu xalq yaxshi ko'radigan eng nadir asarlarni yaratish uchun tirishiman, ham shu xalqimizga sunaman. Rahmet aka, albatta biz sizning texmi yangi naqshlaringizga intizormiz. Bugun qimmatli vaqtingizni chiqarganingizdan nihoyat xush bo'ldik. Vaqtingizni oldik, japa soldik aka. Sizlarga rahmat. Unda bo'lsa biz kechiligimizni ko'rishimiz. Tening salomat bo'lsin. Bundan keyingi san'at hayotingiz texmi nurona bo'lsin aka. Rahmat, yaxshi tilaklar birga bo'lsin. Rahmat. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, Ömrük sadası programımızın bugungi mazmuni mana mushada oxirlashdi. Abduqodir Yareli apandi bilan qisqagina suhbatda bo'ldik. Yiqimliq go'zal naqshlardan huzurlandik. Eng oxirida al so'ygan naqshchi muqam varisi Abduqodir akamning ishlarining texmi ro'naq tepishini uchun ko'nglimizdan umid qilamiz. Salomat bo'ling aka. Rahmat. Keyingi san programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Ömrük sadası. Ömrük sadası.